Ona tilimiz bizning iftixorimiz. 21-oktyabr O'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan biz Murtoq koni ishchi xodimlari bilan birgalikda ajoyib savol-javob o'tkazdik. Marhamat, birga tomosha qilamiz. Olti olma duo. Ko'p gapirma, ko'p ishla. Kattaga hurmatda, kichikka izzatda bo'l. Beshikdan to qabrgacha ilm izla. Oltinoma duo ol. Dadam ko'pincha shu 7-chi bir kez shu maqolni juda ko'p ishlatadilar. Oltin olma duo ol. Birinchi bo'lib Avvalambor Salomlashishdan boshlanadi. Assalomu alaykum. Alik olishda, rahmat aytishda. Non. aytishga qiynalgan so'zim yo'q bironta. mutakabbir so'zni. Tahririyat, Yo'q, unaqa so'z yo'q. Qiyin so'z bu yo'q. Hech qaysi so'zni aytishga qiynalmayman. muvaffaqiyatsizlik so'zini. Men uchun o'zbek tilidagi eng go'zal o'zim yoqtirgan so'z tashakkur so'zini yaxshi ko'raman. Ona. Ona so'zi. Ona. Ona. Men uchun labbay. Menimcha o'g'il O'zbek tilidan boshqa tilga tarjima qilib bo'lmaydigan so'z. Tarjima qilib bo'lmayotgan hech qanaqa so'z yo'q. Agar so'z bo'layotgan bo'lsa, bemalol ChatGPT ga yozib tarjima qilib olsa ham bo'ladi. Bilmayman. Bo'ysunitsa. Ma'naviyat so'zi. Men fikrimcha shu o'zim aylanay, o'zim o'rgilay degan so'zlarni boshqa tilda tarjima qilib bo'lmasa kerak, to'g'ridan to'g'ri. Baraka top. Endi har holda ona bo'lsa kerak, boshqasini bilmadim. Yoshligidagi eslab bilmay, menimcha ko'p bolalar ona deb chiqaradi. Men ham nana yo ona degan bo'lishi mumkin. Ona degan. Esimda yo'q. Ona. Onamni aytishi bo'yicha birinchi aytgan so'zim dada. Ha, buni men eslolmasam kerak. Ona deb chaqiraman. Ona deb chaqiraman. Aya deb chaqiraman. Erkalab onajonim jannatim. Bizada ona deb chaqiriladi. Bir xil paytlar onam, bir xil paytlar aya. Vaziyatga qarab deydi. Mehribonlik, Mehnatsevarligi. Mustaqillik, Mehnatkash, Vatan, Mehribon, non, samimiylik, Mehmondo'stligi. sodda, oila, o'zbek do'ppisi, mehnatsevarlik. hurmat, tinchlik, xotirjamlik, Madaniyati. yengilmas, mehmondo'st, o'zbek oshi. izzat, qahramonlik aytish mumkin. Bizning tilimiz bu millatimiz tili va faxri. Davlatimizning ramziy belgisi va iftixori. O'z tilimizni ardoqlash va shakllantirish har birimizning muqaddas burchimizdir. Qadring baland bo'lsin, ona tilim.